Bugün sizlarga üzümning yo'pirinmoqida qijmi qilib turib, o'rda, mayda, suda, hattoki to'nirda, ya'ni qovshangda pishog'ini bo'lgan 4 xil tamoq sizlar ko'rsatib qo'yaman. Ko'rishni xohlaydiganlar yurak besitib, amsa diqqat qilinglar. Ya'ni qandaq narsalarni qiyg'in bo'ldi, fuqadigan do'stlar qolsa inkas rang'iz ekan. Ras. Tuniga qarasam nurg'un bolalar mana bir ko'ydan satqin bo'ldi, men üzümning yo'pirinmoqini aytsam, o'z maxsus bozorga chiqib, men degandek usullar bilan pishirib, setibdi. Pul tepdi. Nurg'un do'stlar, shu üzümning yo'pirinmoqiga munosabatlik mayli, qanday narsa bo'lsa uqdi ekan. Chaydamlab siz qanday foyda qildi? Masalan, buni nayib beradi, cho'ng dadalarimiz, cho'ng onalarimiz debchi. Ash bilganning o'zidan nima desanglar, turmush suydiganligi, hayotni suydigan bir turkum odamlar ekanligini uqib olaymiz. Şunun qaraganda bugun ugunib oldigan do'stlar, meni ugunib ilib, sizlar foydalanib shunda. Bidning chuchurisi, ko'kning chuchurisi deb yeymiz-ku. Üzüm yo'pirinmoqida men o'xshash toza qijmi qilib, benshangga saqlab ilib, yozdan tatib, yoz qish o'g'ich baholatga kelib o'tib pul tepib kelsanglar, men sizlardan bekrab qo'shib olaman. Amsi biz qijmi qilishni boshladik. Kalbi güzel adamның ağızdan güzel sözler çıkıdı deydi çoğunlar. Şu İnkas rayonuna qarasak, güzel xat yazıyotgan adamlarning hammasining qalbining güzelligini qalbinglar çoqum his qiladigu deyman. Şu do'stlar her zaman aman bo'lsin. Do'stlar, javob tugishni qilganlar bormi? Ya'ni suman istab qo'ymiz-ku. Biz mana askar vaqtimizda ugunib o'tganmiz. Shu vaqt ugunib olganlarimiz hozir mana asqatyotdi. Şu vaqt bizning boshqa deydi, er kishi 72 xiluna ozlik qiladi deb bizga akishli qilib tomoq etishni bizga qildirib desak, keyin qo'shib qolsa deganda hozir mana qo'shib bo'ladimiz. Shu hozirda ugunib qo'ydigan, qila oladigan bolalar qolsanglar, menimcha bu yaxshi ish. Bu nima degandan har qanday chog'da asqatadi. İmkoniyat bo'lsa ugunib qo'ygulik. Bir taqsi javobida normalda qanchtal bo'ldi? Sizlarningcha nech pulga bir taqsi javobini üzümning yo'pirinmoqida qizmi qilgan? Mana shunga o'xshaydigan javobini nech pulga salsa muvaffaq deb qaraysizlar. İkas rang'i yozib qo'yganlar. Odam degan yoshga cho'ng bo'lgan chog'da yolg'iz qolgan ishim bo'lib qoladi. Mush ugunib qo'yganlaringlar qirgan chog'imda yolg'iz qolib qolsanglar uyda o'tirib, biraqach suyqash, chuchura, yakunusda javobimda etib yeysanglar, damallik yaxshi, balam qachon kela? Hey, ash balam kelgan bo'lsa, bir qach lag'may etib bergan bo'lsa, bir qach suyqash etib bergan bo'lsa demaydigan foydasi bor. Hunardan gul, hunar degan yeri shu. Har qanday hunarni ugunib qo'ygandan ziyni yo'q. Oxan. Uçcan közlerini yumuk ketibdi. Men tugishim bo'lamdi ekan. Fuqirg'anlar deb qo'yganlar, to'g'ri tugatamdan to'g'ri emasmi? Vah, kelib ketdim. Mavo o'rdi pishirdigini. Dukkanlar mundaq qilib sassaq bir qasqanni nech pulga sotqildi, danasini nech pul qilamiz inkas rang'i yozib qo'yinglar. Mavo üzüm yo'pirinmoqda aytgan bolaq manta. Kiyimchiydi, oshpazlab ketdi deb yozdi ekan sizlar xatni. Ma'nimi qila olaydi-ki, kishi 70 kiloni ozlik qildi ekan deganda o'ylab qo'yinglar. Shu chaqda andan keyin beshinglarga kun kelmasin, kun kelib qolsa har qanday ishdan qo'rqmay, bunani qo'linglarga ilib chiqila oladigan bo'lasizlar. Ma'vo üzüm yo'pirinmoqda qijmini aralashtirib, qaqlab pishirish tayyor qilgan samsa. Sizlarchi ma'ni nech puldan sotqildi inkas rang'i bir yezib boqmamsizlar. Men hamsi buni qaqlaydigan qovshangga solay. Qo'shang'i sepilib 2-3 minutdan keyin men mirasning yacharisidamda teshib qo'ysizlar bo'llar. Da teshib qo'ysanglar, yo'g'nab, semiz bo'lgan vaqtida-chu, bo'ngmidlab ketmaydi. Mana
Bulak mantı pişti mana. Qandaroq vallah bo'lgandek ma. Bulak mantı o'xshagandek turamdi ya. Yeb baqirganli bo'lsa, ham saadanglar. Qiziq holatda bir pah 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 qiziq ki. Qo'sh. Hem de ayak munchilik tugalayotgan bola. Vah, mana go'shtni tushib ketdi bola. Apchil, ayak ishdan qiygan go'shtni kerak o'xshabdimi? Hamijrak qildik mana. Bu yana birini silib ko'zib qo'ya, bu do'qsin chiroyliroq aldirmaysan. Men ekrandan olsam tamtirab qoldik hadi. Demakki biz degan 4 xil o'xshamagan holatda 4 xil tamoq qildik. Buning biri suvda pishirilgan, mana bu mayda pishirilgan. O'xshagandek turamdi. Mana mayda pishirilgan. Uning keyindan mana o'rda pishirilgan, yana cho'tsanglar qaqlab pishirilgan. Mana bu qaqlab pishirilgan. Qiynamsa bularga ism qo'yib qo'yinglar. Buni nima deymiz? Ma'noga qanday ism qo'yamiz? Ma go'shtdan qilib deb ism qo'yamiz. Masalan, ma suvda pishirilgan qilib deb ism qo'yamiz. Uningdan siret agar oshxonalarda muyundaq tamoq chiqarib qolsa, nech puldan sotib bo'ldi?